choynakni qopqog'idan boshqa hamma narsa bor. Yuzdagi, ko'z atrofidagi ajinlar biz ayollarni eng ko'p qiynaydigan mavzulardan biri. 11 xil efirni masladan tayyorlagan yuz uchun spreylarni maslaga tavsiya qilaman. 11 xil efirni maslani tarkibida demak nimalar bor ekan? Eng birinchisi baza sifatida glitserin, jojoba moyi, kokos moyi oz miqdorda, kana kunjut moyi, qora sedana moyi, achchiq va shirin bodom. Buni tarkibida yana lavanda moyidan ham solganman, uspokayivать qiladi. Yalpiz moyidan solganman, shamollashlarni oladi, mikrotsirkulyatsiyani yaxshilab beradi va albatta terini elastikligini oshirishga, yaltirashiga yordam berishiga zaytun moyi bilan zig'ir urug'ini moyini ham solganman. Bunga men yuz uchun foydali bo'lgan barcha mumkin bo'lgan moylarni aralashmasini soldim.